Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon. O'sha biz reklama xizmati bilan shug'ullanamiz. Ya'ni uy, yeringiz bo'lsa, uyingiz bo'lsa yoki do'koningiz bo'lsa, reklama xizmatimiz bor. YouTube'da, Instagramda va Telegramda 4 ta kanalda adminman. Xudo xolisa nasib bo'lsa, o'sha sotishga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Bu uy o'zim qurgan uyim. Ya'ni bizda o'sha bekorchi pulimiz bo'lgan, havasga qurganmiz. 5,5 sotixga ikkita hovli, tashkentskiy stilda qurilgan, o'sha e'tibor bilan qurilgan. Odamga nima kerak bo'lsa, hamma narsa sharoit qilingan. Xo'p, uyimiz 45 sm padushka qo'yilgan, undan tashqari 70 sm fundament va mana shu har birda mana shu qora burchakda o'sha kolonnadan quyilib, uyda hamma tarafini sesma aylantirilgan, dashi hojatxona va undan tashqari zabor, hamma narsada bor. Xo'p, 3 olmish darvoza, 3 olmishdan keyin e'tibor beryapsiz. Uyni balandligiga e'tibor berasiz. Uyni balandligi taxminan 4,5 metr atrofida. Kirishlarning o'rtasi 5,5 metr yopilgan. Shuni bilaman, stoyka 5,5 metrga qo'yilgan. Kirishi juda katta, e'tibor bilan yopilgan. Xo'p, tashqarida 3 ta mashina bemalol xotirjam ketadi. 3 ta mashina, uyingizga mehmon kelsa yoki mashinangiz ko'p bo'lib qolsa ham xotirjam o'ylamaysiz. Qo'shnilarni uyga qo'yib, "Ol mashinangni, kiraman, chiqaman" degan gap bo'lmaydi. Bizda o'sha navis qismimiz bor. Bular qilib beriladi, bu kamchiliklar, muammosi yo'q. Bizda bor u. Kirib kelganda 3 ta mashina bemalol sig'adi yoki bitta mashina qo'yib, bitta so'ri qo'yib, soyaga o'tiraman desangiz ham o'tiraverasiz. Yevro montaj qilingan, har bir xona отдельно. Sizda hech qanaqa bu sistema bo'yicha muammo bo'lmaydi. Chunki uy sotilsa sotiladi, bo'lmasa o'zimiz yashaymiz degan ma'noda qurilgan, kelajak uchun. Sotish kerak bo'lyapti, o'zgarish, yangi bir boshqa rejamiz bor, boshqa uy ko'rganmiz. Xudo xolasa o'sha uyda olish niyatimiz bor. Endi men ko'rgan uy $180,000 ga uy ko'rilgan. Shuni e'tibor berasiz. Xo'p. Bizda 2 tabaqali eshik, parketdan keyin o'sha 4 ta pog'onalik kafil bilan kutib olinadi. Kafil ham o'sha parket fasonda kafil olingan, hamma narsa dit bilan, eshik ham hamma narsa dit bilan qo'yilgan, e'tibor berilgan. Chap tarafga 370 ga 470 bizda o'sha spalni kutib oladi. Ya'ni bu spalni xohlasangiz detskiy bo'ladi, xohlasangiz o'sha o'zingiz oilangiz bilan yotadigan xona qilsangiz bo'ladi. Tepada lustra ilishga tayyor, fasadlar qilingan, tepa fasadlar qilingan, pollar urilgan. Undan tashqari o'sha aytganimdek montaj yevro bo'lgan, montajda ham juda e'tibor berilgan. Sabab o'sha biz uyda, masalan uchun telefonni zaryadkaga qo'yamiz desak, shunur tortib yuramiz yoki konditsionerni qo'yamiz deb shunur tortib yuramiz. Xullas, hech narsaga, hamma narsa e'tiborga olingan. Siz udinni ishlatmaysiz, xudo xolasa uyda. Xo'p, unda xullas simda televizor ko'radigan simlaringiz kelgan, Wi-Fi simlari kelgan, o'sha tiqishga, resetga hamma sharoit bor. Koridorda fasad qismi urilgan, tayyor, patologlar urilgan, tayyor, faqat aytgandek lustra qo'yasiz. Xo'p, mana bu yoqda kamod qo'ysangiz bo'ladi, shunga rejalashtirilgan. O'sha turetskiy kamod qo'ysangiz bo'ladi. 65 sm joy bor. Bemalol juda chiroyli kamod tushadi. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Xo'p, chiqdik. Demak, 2 ta xona hisoblaymiz. Perxoshkani hisoblamaysiz. Chap tarafda bitta xona, o'ng tarafda bitta xona. Xo'p, 3-xonamiz mehmonxona. Shunaqa xizmatlar, reklama xizmati biz aytaverasiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa qo'limizdan kelgancha yoritib beramiz. Bizda mehmonxona kutib oladi. Mehmonxona 11.20 ga 4 metr, 24 talik stol bemalol ketadi. Xudo xolasa. O'sha aytganimdek, konditsioner hamma qismlari qilingan, konditsionerga joylar qoldirilgan, patologga bitta e'tibor beraylik. Juda shohona bo'lganda, o'sha olib bersangiz, xudo xolasa bir umrga yangamni og'zini yopadigan, senga shuncha pulga uy olib berdim deydigan uyda. Xo'p, stejka qilingan, nulovka, ya'ni parketni nulovkasi qo'yilgan turibdi. Devor aboyga tayyor. Pol devor bizning hisobimizdan qilib beriladi, ya'ni nima uchun qilinmagan degan savol, shuncha xarajat qilinibdi, bu yog'ini qilmamsiz degan savolga sizga yoqqan aboy ayolingizga yoqmaydi, ayolingizga yoqqan aboy
onajoningizga yoqmaydi. Shuning uchun bitta kelishib olasizlar, majlis qilib, o'sha aboyni men urib beraman, meni hisobimdan bo'ladi. Rozetkalari bor, aytganda turetskiy rozetka. Shu mana kabellar juda tayyor turibdi, mana e'tibor beringlar. Juda montaj sistemaga juda qattiq e'tibor berganman. Hali patolog bitmagan, bitsa vahshiy vaqt deb orasiz. 11 metrga 4 metr 24 talik stol bemalol ketadi. Xotirjam. Xo'p. Litsenziyani tushamiz. Xo'p. Hovli qismiga. Uyimiz 2 sotiqdan iborat. Mana bu tashqari fasad tushganga e'tibor bermaysizlar. Bu narsa gipki kamin, xudo xolasa 50 yil garantiyali narsa. Faqatgina sabab nima bo'lgan? Bizda o'sha buni urayotgan paytda bizda ish ko'p bo'lgan. Ustalar urolaman degan ustalar o'zi urolmagan, xato qilgan. Bu narsa biz to'g'rilab beramiz. Bu bizning hisobimizdan, bu o'zimizning ishlab chiqarishimiz. Xotirjam bo'laverasiz. Devorda ustida o'sha karkaslar qilingan. Mana buni qarang, hojatxona bu. Bu hojatxona. Hojatxonaga shuncha mehr berilgan. Xo'p, 3 ta xona, 2 ta spalni, mehmonxona. 4-xonamiz mana bu yerga o'tirib, qaynonalarimiz o'tirib, "Kelinjon, shunaqa ovqat qiling" deb aytaveradigan joyidan tapchanlik qilingan. Xudo xolasa nasib bo'lsa, o'tirib bemalol xotirjam 10 kishi o'tirsangiz bo'ladi. Agarda siz ishxonangiz bilan yoki o'rtoqlaringiz bilan kelsangiz, yangam kirib narsalarni siz kelgunicha tayyorlab qo'ysa, siz shaqa bemalol o'tirasiz, obed qilib ketyapsiz, tasavvur qiling, o'tirasiz. Yangam oshxonadan hamma narsani sizga zagotovka qilib beradi-da, mana eshikchani yopib qo'yadi. Eshikchani yopib qo'yadi. Mana bu eshikdan chiqib ketaveradi. Sizning oldingizdan o'tmaydi, o'rtoqlaringizning oldidan o'sha ahli oilangiz o'tmaydi. Xo'p, montajga kelamiz yana. Montajda odil pechka, kir mashina, mikronovka, dimoxod, xolodilnik, 2 ta xolodilnikka tayyorlangan. Xullas hamma narsani e'tiborga olingan. Bu yoqda ham o'zingizni tortmaysiz, bemalol ishlataverasiz. Oshxona o'tiradigan xonamiz rasmiy 430 ga 420 o'tiradigan xonamiz, tapchan 330lik tapchan, 330 ga 420 tapchan, bemalol xotirjam. Mana bu yerda misol uchun kattalar o'tirsa, yosh bolalarga ham bu yoqqa joy qilib bersangiz bo'ladi, xotirjam. Xo'p, shunaqa buni kafillari kelgan, xudo xolasa kafillari urib beriladi, bemalol xotirjam. Bitkazib berishga, uy bitkazib berishga gaplashilyapti. Agar xohlasangiz shu turishiga kaltiga ham gaplashamiz, muammosi yo'q. Xo'p, chiqdik, oshxonadan chiqdik, mana eshikni yopib qo'yasiz. Bu yoqda misol uchun erkaklar o'tirgan bo'lsa, yopib uyga ishingizga o'tib ketaverasiz. Xo'p, endi asosiysi hammom, ya'ni banya. 2 xona banya bizni kutib oladi. Perxoshga va cho'miladigan xonamiz. 230 ga 250 ichkari xonasi, mana bu 230 ga 220 perxoshkasi. Bu yoqda ham bemalol o'sha kir mashinani xohlasangiz qo'ysangiz bo'ladi, xohlagan narsangiz qo'ysangiz bo'ladi. Montajlar qilingan, ya'ni suvni montaji va undan tashqari kanalizatsiya montajlari qilingan. Hozir uni ham tushuntirib beraman. Bu nimaga bitmagan desangiz, ichkari kafilni tanlaysiz, kafil urib beraman. Vannani tanlaysiz, vannasini urib beraman, qo'yib beraman. Simistini tanlaysiz, simistini qo'yib beraman. Bu bizda hisobdan. Bu ham shu gap. Sizga yoqqan kafil oilangizga yoqmaydi, oilangizga yoqqan kafil onajonga yoqmaydi. Shuning uchun shuni kelishib majlis qilib olasizlar, o'sha narsani qilib beraman. Xo'p, hojatxona. Hojatxonaga kelaylik. Hojatxona o'sha sharoit qilingan o'zimizning местный hojatxona. Bemalol xotirjam kirib o'tirib hojat qiladigan joy. Xo'p, mana bu yoqda yana bitta hojatxonaga o'xshash bitta xona bor, lekin bu tagi teshilmagan. Xohlasangiz uni tez qo'yasiz, xohlasangiz tahorat qilish uchun, xohlasangiz omborxona hisobida ishlatasiz. 3 metrga 1.30. Hojatxona ham xuddi shunday, 1.30 ga 3 metrlik hojatxona. Mana bu yoqda 6 metrlik karavat qo'yib olib, bemalol xotirjam tashqarida yotadigan, tashqarida o'tiradigan joy qilsangiz bo'ladi. Yashil zona, bitta chotki, chiroyli bir qimmat daraxtchani ekib qo'ysangiz, yangam chekkasiga nozbo'y ekib qo'yadi. Uyning narxi 650 million so'm. Bitkazib berishga, kalt berariga 600 million so'mga kalt berib ketamiz. Aloqaga chiqarasizlar. Tashqarida qo'l yuvadigan joylargacha qilingan. Sog' bo'lamiz, rahmat.